Abdulla Qahhorning Anor nomli kitobi. Muqaddima. Ijodkor baxtli uning xalq tomonidan sevilishi, ardoqlanishi bilan bog'liq. Har bir davrning o'z suyumli adibi va shoiri bor. Bunday ijodkorlarning nodir asarlari xalqimiz milliy ma'naviy tafakkurining rivoj topishida muhim o'rin tutadi. Bir zamonlar o'sha o'z o'quvchisini topaveradi. Har safar sevimli asaringizni o'qiganingizda qaytadan hayajon, tuyg'ular junbishi va albatta fikrlar yolqini paydo bo'laveradi. Tanish qahramonlar bilan uchrashuv, ularning orzu-hayollari-yu kechmishlariga oshno bo'lish esa yonida o'zgacha zavq bo'lishi. Demak, yaxshi asar qanchalik o'tmish, baribir kitobxon yuragini zabt etaveradi. 20-asr o'zbek adabiyoti va madaniyatida alohida mavqega ega bo'lgan Abdulla Qahhor 1907-1968 ham shunday ijodkorlardan biri edi. Mazkur to'plamdagi hikoyalar matn ham diqqat bilan o'rganilib, qiyoslar natijasida sahih matn nashriyoti hozirlandi. Bu haqida ilmiy bayon berib, yosh kitobxon to'liqtirmoqchi emasmiz. Maqsadimiz faqat eslatish va yozuvchi asarning o'z yozganidek asl matnni taqdim etish xolos.